Assalomu alaykum. Bilasizmi, yangi ochilgan bizneslarning ko'pchiligi birinchi 3 yil ichida yopilib ketadi. Nimaga desangiz, mana shu yopilish juda ham ko'p pul yetishmovchiligi yoki mijozlar yo'qligi sabab emas, oddiy xatolar tufayli juda ham ko'p muammolar qimmatga tushadi biznesga va o'z-o'zidan o'sha biznes muvaffaqiyatsizlikka uchrab bozordan chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Bugun men sizga endi biznes boshlayotganlar yoki umuman biznes qilayotganlarning eng ko'p qiladigan 5 ta xatosini aytib beraman. Mana shu 5 ta xatoni bilsangiz va o'zingizni biznesingizda mana shu xatolarni xudo xolasa qilmasangiz, biznesingiz xudo xolasa yaqin 5 yil ichida zo'r natijalarga erishadi. Ismim Alisher. 7 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanaman va mana shu vaqt davomida o'zim qilgan va ko'pchilik tadbirkorlar qiladigan xatolarni xudo xolasa birma-bir sizga aytib beraman. Mana shu xatolarni xudo xolasa qilmasangiz, inshaalloh biznesingiz uchadi. Demak, boshladik. Birinchi xato hamma narsani mukammal qilishga intilish. Xo'p, ko'pchilik tadbirkorlar biznes boshlaganda ofisini, mebelini, sayt, hamma ijtimoiy tarmoqlarni ideal qilishga harakat qiladi. Natijada eng muhim narsa sotuvga va mijoz topishga o'zini diqqatini qaratmaydi. Va men ham bu tadbirkorlik faoliyatimda mana shu xatoga yo'l qo'yganman va o'z-o'zidan ma'lum bir vaqtdan keyin sotuv bo'lmasligiga juda ham ko'p vaqtimni o'tkazib qo'yishimga sababchi bo'lgan. Hamma narsa mukammal bo'lsa, mijoz o'zi keladi degan menda qarash bo'lgan dastlab. Aslida umuman aksi. Dastlab mahsulot va xizmatingizni sotishga harakat qilasiz, sotuv bo'limini qurasiz va mijozlar oqimini shakllantirasiz. Firmangiz, ya'ni kompaniyangizda byudjet shakllangandan keyin mana shu dastlabki ofisingizmi, mebelingizmi, boshqa narsalarni keyinchalik rivojlantirib borsangiz, xudo xolasa biznesingiz yaqin 3 yil ichida yopilib ketmaydi. Ikkinchi xato hamma mijozlarga sotmoqchi bo'lish. Ko'p tadbirkorlarning xatosi, mening mijozim hamma va hammaga sota olaman degan qarash bilan biznes boshlaydi. Aslida esa hammaga sotishga harakat qilish biznesda hech kimga sota olmaslikka olib keladi. Siz avvalo biznesda o'zingizni mijozingizni aniqlab oling. Siz kimga sotasiz? Ayollarga sotasizmi, erkaklarga sotasizmi? Xo'p, 18 yoshlilarga sotasizmi, 30 yoshlilarga sotasizmi? Mana shu klientingizni mijozingizni aniqlab olasiz. Undan keyingina o'sha mijozga to'g'ri mahsulotni qanaqaligini, unga qaysi muammolarga yechim berishligini aytasiz va o'z-o'zidan o'sha mijozlar sizdan sotib olishni boshlaydi. Lekin hammaga harakat qildingizmi, yaqin vaqtlar ichida umuman sotuv bo'lmasligiga va biznesingiz halokatiga sabab bo'lishi mumkin. Mijozingiz qanchalik aniq bo'lsa, sotuvingiz va marketingingiz ham shunchalik kuchli bo'ladi. Uchinchi xato hisob-kitoblarsiz ishlash. Biznes egalarining yana bir xatosi, qancha pul kiryapti, qancha pul chiqib ketyapti umuman hisoblamaydi. Shuncha mijozga sotdim, pulim bor deb o'ylaydidan pulni sarflayveradi. Hamma hisob-kitobni qachonki yozma qilmas ekansiz, o'z-o'zidan foydangizni ham, qancha pul kirayotganligini ham, qancha pul yo'qolib ketayotganligini ham bilmaysiz. O'z-o'zidan jarga ketyapsizmi yoki tog'ga ketyapsizmi, uni bila olmaysiz. Muvaffaqiyatli biznesmen tavakkalga qarab emas, ya'ni umuman fikrlariga qarab emas, raqamlarga qarab ish tutadi. Shuning uchun hisob-kitobni juda ham zo'r qiling va yozma tarzda olib boring. To'rtinchi xato marketingni keraksiz deb hisoblash. Hozirgi vaqtda agar sizda biznesingizda marketing bo'lmas ekan, sizni hech kim tanimas ekan, ishoning bozorda umuman mahsulotingizni hech kim tanimaydi, hech kimga mahsulotingizni sota olmaysiz. Marketingni ko'pchilik umuman xarajat deb o'ylaydi, aslida bu investitsiya. Qancha ko'p investitsiya kiritasiz marketingga, ya'ni mahsulotlaringizni tanitasiz, sizni taniydi va o'z-o'zidan sotuvlaringiz ko'payadi, biznesingiz rivojlanadi va ma'lum bir darajada jamiyatni katta muammolariga yechim berishga muvaffaq bo'lasiz, qachonki marketingni kuchli ishlatish orqali. Shuning uchun avval mahsulotingizni tanitasiz, keyin ishonch berasiz va undan keyin o'z-o'zidan sotuv keladi. Mana shu 4-xatoni ham qilmang. 5-xato eng zo'r xatolardan biri, hozir juda ham ko'p tadbirkorlarda kuzatiladi, hamma ishni o'zi qilish. Xodim yollashni o'rniga undan ko'ra hamma ishni o'zim bajaraman, zo'r qilaman, xodimga o'rgatib, energiyam ketgandan ko'ra, undan ko'ra o'zim bajarib qo'yay deb shunaqa fikrda yurish. Agar mana shu holatda tadbirkor yo'l tutsa,
buxgalteriyani ham, sotuvni ham, direktorlikni ham, umuman hamma jarayonni agar bir kishi bajaradigan bo'lsa, ma'lum bir vaqtdan keyin o'sha insonda stress paydo bo'ladi. Juda ham ko'p biznesga bo'lgan qiziqish pasayib ketadi va hayotida juda ham ko'p qiyinchiliklarga uchraydi. Oilaga vaqt ajrata olmaydi. Natijada charchoq, stress va o'z-o'zidan kompaniyani o'zini harakatlari bilan halokatga yuz tuttirishi mumkin. Vaqt o'tishi bilan ayrim vazifalarni xodimlarga topshirishni o'rganing. Mana shu topshirishni o'rganganingiz holatida kompaniya o'sishni boshlaydi. Chunki har bir ishni o'zini mutaxassis qilsa, sizdan unumdorroq qiladi, yaxshiroq qiladi va biznes nisbatan tezroq oyoqqa turishga sababchi bo'ladi. Qisqacha xulosa qilamiz. Agar siz endi biznes boshlayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon biznesingiz yurayotgan bo'lsa, mana shu 5 ta xatoni demak qilmasligimiz kerak. Birinchidan, mukammallik ortidan quvmaymiz. Ikkinchidan, mijozimizni aniq belgilab olamiz. Uchinchidan, raqamlarni aniq qog'ozda yozma kuzatib boramiz. To'rtinchidan, marketingga kuchli e'tibor beramiz, hattoki birinchi o'ringa ko'taramiz. Beshinchidan, hamma ishni o'zimiz emas, kerakli mutaxassislarga berishga harakat qilamiz va mana shuni o'rganamiz. Agar sizda ham biznesda qiynayotgan muammolaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Xudo xolasa mana shu izohlarni hammasini ko'rib chiqib, keyingi videolarda balkim mana shu sizning muammolaringizni ham tahlil qilishimiz mumkin. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.